Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar Axborot kutubxona markazi sizlarga yangi kelgan adabiyotlarimizdan yozuvchi Said Ahmadning Qora ko'z Majnun nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Ushbu kitobda xalqimizning suyukli adibi, hayoti ibratlarga to'la mustahkam iroda sohibi Said Ahmadning ayrim hikoyalari o'rin olgan. Deyarli har bir hikoyada o'quvchining o'zligini, qalbidagi iymon e'tiqod, ona yurt, o'zgalarga hurmat, mehr-muruvvat tuyg'usini yo'qotmagan insonlar bilan uchrashadi. Ulardan nimadir oladi. Aziz kitobxonlar, ushbu kitobga qiziqsangiz, o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar Axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.